Xo'sh, assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun 29-sentyabr, yangi hafta, dushanba, oyning oxiri. Bugun va ertadan keyin sentyabr oyi tugaydi. Shu bilan keyingi oyga o'tamiz. Xo'p. Bugungi yangiliklarni ko'rib oladigan bo'lsak, bugun dollarga qizil papkada yangilik yo'q ekan, lekin e'tibor bersanglar, haftalik yangiliklar ichida biz NFP haftasidamiz. Ya'ni NFP yangiligimiz bor kelayotgan juma kunga. Xo'p, Euro USD ni kunlik time frame ni ko'radigan bo'lsak, bizda o'sha tepada gaplashdik, narx oylik time frame dagi tashqi kursini olgan candleda sweep qilib, ya'ni oylik time frame da ichkiga, ya'ni ichki oylik time frame dagi ichki kursiga narx qaytish uchun hamma ishlarni qilib bo'ldi. Tashqi kursini oldi, tashqi kursi olgan candleda oldi. Endi daily time frame da bizda o'sha kunlikda MSS bo'lgan va MSS dan keyin hozir narx ichki kursiga harakat qilyapti, ya'ni tashqini MSS qildi va endi ichkiga qarab ketyapti. Bizda e'tibor bersanglar, hech qaysi kursi olinmayapti, ya'ni bull kursi ham olinmadi mana zonada, to'g'rimi? Va undan keyin bugungi candle, ya'ni dushanba ochilib tepaga qarab ketyapti. Bu biroz xavfli buy kirish uchun, nimaga? Chunki agar market talisha tepaga pozitsiyamiz bo'yicha yurmaydigan bo'lsa, konsolidatsiya tushsa, ertangi kuni ochilib bugungi kunni например PDL ni olib turib, keyin tepaga qarab PDR zonaga qaytishi ham mumkin. Ya'ni tepaga ketish uchun avval buy stoplarni yig'ishtirish maqsadida. Endi bu individual MTF da price actionlarga qarab, setup qarab ko'rsak bo'ladi. Qanaqadir idealni biror SMP lar bilan price action bo'ladigan struktura bo'ladigan bo'lsa, ichki kursini target qilib buy qarab ko'ramiz bugun. Demak, narx ichki kursiga kelsa, birinchi candleda ikkinchi candle oladigan bo'lsa, to'g'rimi? Biz keyin o'sha MTF da konsolidatsiya, PDR zonaning ichida manipulyatsiya, MSS keyin sell qarasak bo'ladi, yana tashqi kursigacha. Xo'p, bu yerda o'sha e'tibor beringlar. Birinchi kelgan candle bu konsolidatsiya candle bo'ladi. Ya'ni PDR ishlash uchun narx konsolidatsiyaga tushadi. Va konsolidatsiyaning tepasini manipulyatsiya qilishi bu ikkinchi candle, ya'ni kunlik time frame dagi CRT shakllanadigan, PDR zonadagi CRT shakllanadigan yoki AMD modelisi ham bo'ladi. O'sha ikkinchi candle birinchiga kelganlarda high'ni olib sell stoplarni yig'ishtiradi va parallelni o'sha ikkinchi kun oxiri yoki 3-kunning boshidan narxda MSS bo'lsa va biz o'sha 3-chi, 4-chi, 5-chi agar xota bo'lsa, bu kundan boshlab ham sell qarasak bo'ladi. Faqat bu keyin bo'ladigan narsa, birinchi hozir oldimizda turgan narsa shu zonagacha marketdan buy pozitsiyani qarab ko'rish. Xo'sh. 1 soatlik time frame ga tushadigan bo'lsak, 1 soatlik time frame da e'tibor bersanglar, hozir 1 daqiqa to'g'rilab oladi grafikda. E'tibor bersanglar, bizda o'sha narxda pastdagi mana zonadagi sell side kursi, tashqi kursimiz edi. Shu tashqi kursimiz olindi va undan keyin xo'p, qachondan boshlab? Chorshanbadan payshanbadan va payshanba juma ichki kursiga narxda harakat boshlandi, ya'ni o'sha kunlikdagi ichki kursimiz. Lekin narx birorta buy stop bermayapti. Ya'ni ketishdan oldin pastdagi 164-55 zonani bir marta tozalamadi, to'g'rimi? Tozalab keyin MSS berganda idealroq bo'lardi. Shunaqa shaklda ichki kursiga narxda harakat bo'lganda. Lekin unaqa bo'lmadi. To'g'ridan to'g'ri low resistance bo'lib yig'ilib boryapti. Bu ham bitta signal. PDR zonamizga narx kelsa, konsolidatsiya bo'lib, keyin konsolidatsiyani tozalagandan keyin bitta MSS bergandan keyin narx katta puls bilan tushib ketishi ehtimoli yo'q emas, chunki bu yerda narxda buy stoplar, kursiga yig'ishtirishlar bo'lmayapti. Xo'sh, endi bugungi kunni ko'radigan bo'lsak, bizda shu zonani minimum sifatida ko'rsak, agar bu zonani maksimum sifatida ko'rsak ham narx premium discountga tushgani yo'q. O'sha premium discountimizni pastrog'ida shu zonada e'tibor bersanglar, bizda FVG zonamiz bor. Shu FVG zonaga narx kelganda marketdan buy pozitsiya qarab ko'rsak bo'lar. Ya'ni birinchi H1 candle kelsa, ikkinchi uni sweep qilsa, uchinchidan
market maker buy modelini qarab ko'rsak bo'lardi. O'sha MTF deb boya aytgan konsolidatsiya, manipulyatsiya MSSdan keyin, ya'ni PDR zonani ichida. Shunaqa gaplar, agar teparoqga tushib, agar London Killzone tepani oladigan bo'lsa, tanasi bilan, например, buzib o'tadimi yoki shu buy side sweep qilib, undan keyin pastga yuradigan bo'lsa, pastdagi shu zonani sweepidan keyin shu zonada SMP bo'ladigan bo'lsa, yana dars tepaga qarasak bo'ladi. Ana shunda idealniroq bo'ladi. To'g'rimi? Nima deyman? Mana shu minimum bilan SMP ko'rsak va sweep MSS, undan keyin tepadagi ichki kursigacha buy qarab ko'ramiz. Hop, 5 minutlik time frame da shu aytilayotgan price action qanaqa bo'ladi degan savolga 5 minutlikda qaytadigan bo'lsak, 5 minutlikda 5 minutlik time frame da kunni bo'lib olamiz. Birinchi qiladigan ishimiz 00 dan midnightda va New Yorkda obedga vaqtigacha bo'lib olamiz. Killzone vaqtlarimizni qo'yib olamiz va narx bugun reaksiya olishi kerak bo'lgan yoki reaksiya olishi range MTF da strukturani PDR zonasini ham belgilab olamiz. Va e'tibor bersanglar, PDR zonagacha ham Osiyoni high-ni no timing da, ya'ni o'sha dead zonda olingandan keyin Osiyo high narxda MSS, keyin market maker sell modeli boshlanib, shu minimumlar yechilgandan keyin yana ters tepaga qarab narx ketyapti. Yana agar PDR zonaga London kelganda, например, to'g'rimi? Kelgan New York ochilishidan oldin bitta sweep qilib MSS berganda, keyin ters tepaga qarab original ishlasak bo'lardi, shunaqa ko'rinishda. Lekin bunaqa bo'lmadi, yana market bizni qiynaydi. Shu tepadagi Osiyoni high olinsa, Osiyoni high-ni olgan dead zonadagi vaqt olsa, undan keyin bizda pastga tushish bo'lsa, ya'ni sweepdan keyin o'sha boya 1 soatlikda gaplashgan mavzuyimiz, keyin pastdagi shu minimumlar bilan SMP bo'ladigan bo'lsa, keyin konsolidatsiyaga tushib manipulyatsiya qilib, keyin MSS beradigan bo'lsa, например, New Yorkda yana buy pozitsiya qarab ko'rsak bo'ladi, chunki buysimiz bullish ichki liquidity. Qisqasi bugungi ideya shundan iborat. Update bo'lsa yana marketga tashlayman agar birorta boshqacharoq price action bo'ladigan bo'lsa, lekin ikkita original kursi bo'ladigan setupni gaplashdik hozir. Mana shu ikkalasidan bittasi bo'lishi kerak. Agar bo'lmaydigan bo'lsa, narx o'sha PDL gacha ham tushib, PDL ni olib, keyin yana tepaga tiklanib buysga ketishi ham mumkin. Uni keyin ko'rib chiqamiz. Kuninglar yaxshi o'tsin, haftanglar yaxshi o'tsin. Charchamanglar. Yana ko'rishguncha salomat bo'linglar.